Salom hammaga obunachilar, men Safaga 2 o'zim aksiyani YouTube'ga qaytdim. Endi maksimal darajada aktiv bo'laman. Bu videodagi maqsad bir o'zim 32 ta pistoletli odam ichidan 100 ta kill qilish. Xo'sh. So'qqa tushib bo'lmaydi. Yomon emas, vaziyat o'ynab ketsa bo'ladi. Kishi. Har tarafdan qurshuv. Orqada ham, oldinda ham odam bor va bu vaziyat yomon. Qaytgancha obunachilar, men uzoq vaqt YouTube'da bo'lolmadim. Buni sababi men telefonimni sindirib qo'yganim va Gmail login parolni yozib qo'ymagan edim. Shuning evaziga bir oycha YouTube'ga video qo'ya olmadim, chunki login parolni bilmayman. Yangi telefon olgan edim. O'zi 31 ta kill bo'ldi, maqsad 100 ta kill qilish. Desert zonasida 100 ta kill qilib, keyin ruin zonasida ham 100 ta kill qilaman. Va shu bilan video tugaydi. Bir kishi qoldi, Jon kam ehtiyot bo'lish kerak. Obunachilar, keyin yana avvalgidek challenjlaringizni yozib keting, bajaraman. Masalan, zombi modda 200 ta kill, cho'q modda farqi yo'q, bomb modda o'ynayman xohlasanglar keyingi videoda. Xo'sh. Jang qizg'in ketyapti. Bular o'z juda ham oz qoldi. Bir deganda 9 ta odam to'shaldi joyiga. Obunachilar, sizlarga savol, sizlarga qaysi o'yin ko'proq yoqadi? Minecraft yoki PUBG Mobile? Obunachilar, agar men bilan o'ynamoqchi bo'ladiganlar bo'lsa, Roblox o'ynaymiz. Nikimni yozib qo'yaman, Druzya tashlasanglar qabul qilaman. Robloxda asosan 99 Night in Forest o'yini menga ko'proq yoqyapti hozir. Xo'sh, 4 kishi qoldi. Tamam, qurol yoqadi menga. Deagle'da akasi ne bu? Easy. Yana past 1-2 qo'ldan keyin o'yin tugaydi. O'yin juda ham zo'r ketyapti. Bular terilib o'tirgan juda ham ma'qul keldi. Yaxshi. Yana ularga qarshi tikka yuramiz. 8 kishi orqadan ham kelib qolmasligi kerak. Yana 3 kishi, agar obunachilar vaqt bo'lsa, o'zi bugun yoki erta yaqin orada Jonlifer ham qilaman. Jonlifer o'yin qilmaganimga ham ancha bo'ldi. Easy 96 ta kill, yana 4 ta kill qilish kerak. Yaxshi, yana bir qo'l boshidan oxirigacha 0 qilib qiramiz-da, keyin ruin zonasiga o'tamiz. Va agarda obunachilar, meni qayerda ko'rayotganingizni yozib keting. Menga qiziq, telefonda, televizorda
qaysi viloyatda? Qashqadaryo, Surxondaryo, vodiy taraflar, Toshkent, Buxoro. Kim qayerdan kuzatadi? Bu menga qiziq. Eng ko'p qayerdan kuzatishi? Easy. Ke. Bo'ldi. Yo'qda hech kim qolmadi. 14 kishi qoldi. Atiga 14 ta. Xo'sh. 8 kishi. O'zi 100 ta kelib bo'ldi. Mayli shuni oxirigacha qo'yay, keyin Province kartasiga o'tamiz va oxirgisida pichoqda o'ldirishga harakat qilaman. Izlaysan, nimaga sakraysan? Uch kishi. Sen oxirgisi emas. Kelinglar, bittasini pichog'idan tinchitamiz. Sakrab o'ynaymiz. Tegib qolmasin. Va easy mana. Yaxshi. Kelinglar, bunisi ham pichoqda. Easy, sakrab. Yaxshi, yana bir marta o'qitishni tutamiz. Yaxshi. Ikkinchi bit qilolmayman. Va easy. Va bo'ldi. Boshqa kartaga o'tamiz. Change map. Qaysi sonada Province. Yaxshi, men bu Qoraqalpog'istonga menga yoqadi ko'proq. Va bu safar kelinglar, Trabashkada o'ynaymiz. O'tgan safar hakem 47 edi. Bu bittada yopishtirayotgan qurol. O'l. Easy sanlar. -1, -2, -3, -4, -5, -6. Yo'q. Qanday qilib 17 ta odam 15 tasini o'ldira oldim bu zonada. 100 ta bo'lguncha o'yin davom etadi. Easy, hammasini bir deganda qirib tashlayman bu safar. $15,000 pul bor va kelinglar qiruvchi qurol sotib olamiz. Ularni qisqa muddatda qirib tashlaymiz. Sizlarga qaysi qurol yoqadi? Bombotarni olardinglarmi yoki mana shu men o'ynayotgan Pulemontni? O'z fikrlaringizni kommentariyada yozib qoldiring. Menga agar zombie modda o'ynasak, menga Pulemontni tanlayman. Agar botlarga qarshi o'ynasak, bombotar yaxshiroq menimcha. Lekin jamoadosh kam bo'lsa, bombotar qiziq emas, sababi o'q tugab qolishi mumkin. O'sha muammo ham bor. Aytgancha obunachilar, men kontur o'yini bo'yicha o'zim kanal ochmoqchiman. Har xil videolar tashlab, kim qo'shiladi, o'z fikrlaringizni kommentlarda qoldiring. Agar kommentlar ko'payarsa va ochish taklif bildirilsa, Telegram kanal ham ochaman. Telegram kanalni oldin deyarli yoritmaganman. Qanday bo'lar ekan? Telegram kanal ham ochib ko'ramiz. U kanalda video qachon chiqishi, qanaqa mavzuda bo'lishi haqida oldindan yoritib boraman. Bir oydan beri bu kanal o'zimda bo'lmaganiga, to'g'risini aytsam, yo'qotdim deb juda ham xavotirga tushgandim. Va eng yomoni, algoritmda menga bo'lgan ishonch pasaydi. Eng yomon tomoni shu. Obunachilarda ko'paytmasa ham bo'ladi, aktiv tushib
kanal deyarli o'lik holatga keldi. Ikkita odam yaxshi, yana 2 marta o'ynasa ko'z o'yin tugaydi. Qani qayerda shuncha odam? Bu yerga nima uchun terib o'tiribdi? Ular nima hujumga chiqmaganda zonasida o'tirmoqchimi? Ahmoqlar terilib men zonamga ketib boryapti. Barik ikki kishi mayli seni pichoqda yo'q qilveraman, seni o'pmam shart emas. Sal qoldi lekin deyarli o'qlashga ulgurgandi va navbat endi senga. Chop. Nima bo'ldi hozir? La'nat glok. Bo'ldi. Uni yo'q qildim, yana bir partiyalik o'yin qolibdi. Yaxshi, easy bularni yana bir marta yo'q qilib olsam. Obunachilar, to'g'risini aytsam, kanal aktiv bo'lgan vaqtini juda sog'indim va kanalda aktiv bo'lishingizni so'rayman. Juda ham qiziq videolar chiqarishga harakat qilaman endi maksimal darajada. Xo'sh, как раз 100 ta kill bo'lganda o'zim bilmay qoldim. Xo'sh, keyingi videolarda ko'rishguncha hammaga xayr. Qo'llab-quvvatlayotganlar uchun hammaga rahmat. Keyingi videolarda ko'rishguncha sizlar bilan Safiga 2 o'zim bo'ldi.